Assalomu alaykum aka. Bugun sizlar bilan yana Vayro YouTube kanali. Yangi ikkita eventcha kelibdi. Ularni obzor qilib chiqamiz. Xo'p, bu eventdan biror bir foyda ko'rmadim. Birinchisini beslatni oldim, keyingisini donat qilish kerak ekan. Donat qilish uchun esa rus kartasi, rus nomer kerak bo'lar ekan. Shuning uchun iloji bo'lmadi donat qilishni. Bu eventdan esa ma'lum bir miqdorda foyda ko'rsa bo'ladi, menimcha. Hozir buni sinab ko'ramiz. 250 gisiga tojni olsak bo'lar ekan. Aslida bu 500 gisi edi. Men bosib 250 gisiga ko'tardim. Tushirdim, 250 gisiga tushirdim, to'g'riroq aytsam. Hop, yana bossak, yana minimalni tushib ketaveradi. Faqat 75 rubldan olyapti. Har bitta tushirayotganimiz uchun. Mana shuni unutmaslik kerak. Hop, yana bosamiz. 150 gisi bo'ldi. Yaxshi, normalni. Hop, yana bitta bosamiz. 100 gisi bo'ldi. Yana bitta bosamiz. 50 gisi bo'ldi. Hop, menimcha bu minimalni bo'ldi. Undan boshqa kichrayimasa kerak. Hop, endi majbur sotib olamiz. Boshqa iloji yo'q. Hop, ana endi 1500 gisiga challenge ketdi endi. Pochtaga borib o'qib olishimiz kerak. Tushgan narsalarni olaylik. Yoki bo'lmasa yana o'ynab boraylik. 200 rubldan. Hop, 2 speeddan ketar ekan. Kommentariyni bosaylik. 1350 bo'ldi. Hop, yana bitta bosib ko'ramiz. Buni 9 tadan 10 ta imkoniyatga hozircha yaxshi tushunmadim-da. Bu 20% chegirma qilib berar ekan. Hop. Bosamiz. 1200 bo'ldi. 150 dan kamayapti. Har bitta bosganimizda. Qanchaga tushar maksimal? O'sha qiziq menga. Xo'p, 900. 750 bo'ldi. 600 bo'ldi. 200 bo'ldi. 450 mana. Hop, mana 200. Hop, 150. 150 bo'ldi. Boshqa iloji yo'q. 150 gisiga sotib olamiz. Keyingisi 3000 gisiga challenge ketar ekan. Birinchi tushgan narsalarni endi ko'rolmasak bo'lmaydi. Pochtaga ketdi. Hop, ketdi pochtaga, qarochisi. O'tan kesbishimiz mana pochtaga kelib oldik. Hop, mana endi davom etamiz asta-sekin. Pochtaga kiramiz, tushgan narsalarni olib olamiz. Hop, nimalar tushgan? Skin tushgan. Menimcha bu arzon bo'lsa kerak, bu skin. Anchadan beri bordi. Yana ham bilmadim. Tojni olamiz. Endi tojni kiyib ko'raylik debdi. Mana kiyib oldik. Uncha zo'r turmadi lekin. Hop, pastamatdan narxini bilamiz. Tojni narxi 1 million so'm turibdi ekan. Sirasi yechish kerak, sotib olish kerak. Qimmat vaqti. Sirasi sotib olamiz. Hop, 900lar qilsam normalni bo'lsa kerak. 945 mi? Normalni ketsinchi. 30 million pul bor, 27 million 928 million pul qolibdi. Skin ko'ramiz, skin Huyovi 80 ga qo'yaylik, mayli, bu ham sotilsa. Hop, unda eventni davom ettiramiz. Boshqa iloji yo'q. 3000 gisi 450 dan ketar ekan bu yo'g'iga. Akansa 450 bosamizmi? 450. 2700 gisi bo'ldi. 300 gisidan kamayapti. Shu 9 dan 10 boy bitta bosuvdim, 10 dan 10 bo'lib turadi mana shu. 20% chegirma qilib berdi arzon pulga.
O'shanga ichim kelyapti. Mana shu 450 yo bundan ham arzon so'rab qolishi mumkinmi? Hozir asosiy sovrinlar ko'rsatyapti bu chekada. Akem ko'rsatyapti, Mers, Skin, Krelya. 1500 gisi bo'ldi, 1500 gisi yana bosamiz. 1200, 900. Где-то 500 da to'xtaydi menimcha. Va aytganimdek 600 yo 500. 300 gisida to'xtasa kerak bu. Ha, 300 gisida to'xtadi. Yana chiqadimi? Yo'q, bo'ldi, chiqmaydi ekan. Xo'p, olmasam danasi qilib 300 gisi solib keling, keyin gaplashamiz. 300 gisini solish kerak ekan. Hop, 300 gisi soldim. Endi davom ettirsak bo'ladi. 300 gisiga sotib olamiz. Davay. Bismillah. 17 644 mi nechi? ID'sini ko'rayliklar, qancha turibdi ekan. Hozir menimcha yangi skin bo'lishi kerak. Men hech ko'rmaganman bu skinni. Qancha taxminiy narxi? 17 644. Где-то 48 million so'm eng arzoni. Нормальный. Bale, boya pochtadan kirishim kerakmi deyman. Pochtaga borish kerak sirasi. Pochtaga borib skinni sotib qo'yamiz. Sirasi sotib qo'ysak arzonroqga sotilib ketadi. Xo'p, mana keldik pochtaga. Sirasi skinni olib sirasi sotib qo'yish kerak. Arzonroq qo'yish kerak do'stlar. Chunki hamma olgandan keyin bu eventdan u suv tekin narx bo'lib ketadi. Shuning uchun hozir bir 10 millionga qo'ysak juda ham arzon bo'lib ketadi. 20 millionga qo'ysak menimcha normalniy bo'ladi. Qani u? Qani? Skin qani? Mana ekan. Xo'p, 20 millionmi? 21 million qilaylik. 22 million rovna bo'ladi. Yana bitta nol. Точно 22 million 50 so'm. Ketdi. Hop, yana dalj moment davom etamiz. Bosh taykangacha 5000 gisi. 600 dan ketar ekan bu yo'g'iga. Bale, oxir nima bo'ladi buni? Ketdi 4500. 500 gisidan kamayaptimi? Bitta aktivlashim 750 bo'ldimi? Ko'tarilib ketdi bu narxi. Давай dalj moment 750. 750. Bale, qancha ichayotgan bu? Bale 600 dan bo'ldi endi. Bu stavkani 20% qilib berar ekan. Buni taykanga ishlatamiz demak. 7 ta qoldi. 6 ta voy jala. 600 uchun darshment ishlatdim. Meni keyingisiga olib qo'yish kerak. 6 ta qoldi bale. 2500. 2000. 1000 da to'xtaydim ekan, nima deb o'ylaysizlar? 1500. 1000. 500 gisida to'xtadi. 500 gisi sotib olamiz, bo'lmasa 500 gisidan kamaymadi. 500 gisi solamiz bo'lmasam. Qani ketdi. Hop, mana 500 gisi solib keldim. Birinchi o'rinda bizga 250 rubldan ko'p solganimiz uchun bizga besplatni keys beradi. Bu keyslar ishlashi ozgina sekinlashib qolibdimi? Besplatni bitta aylantiraveramiz. Hozir 2 marta donat qilganim 250 rubldan ko'p bo'lib ketdi. Voy bale, aksessuar regeri. Top grant va aksessuar berdi jalla. Mayli. Dalj moment davom etamiz. 500 gisiga sotib olamiz. Skinni 17 643 ID. Taykanga keldi o'rtoqlar, 8000 gisi ekan. Hop, birinchi skinni hal qilib olaylik. Hop. Skinni olamiz. Qimmatmikan bu ham? Birinchi marta ko'rishim. Ham qimmat bo'lsa kerak bu yoshab. Qani u skin?
Vale, ko'rmay qoladi. Remont ko'p vaqt topish qiyin bo'lib qolar ekan. Qayerda? Ha, bilaman ekan. 4 million so'm turibdi ekan. 4 million 410 ming so'm. 2 million qo'yamiz mayli. 200 ming bo'lib qoldi. Odamlar shipillab olib tashlaydi. 2 million turaversin. Sotuvga qo'ydik. Hop, Taycan Daljmomet ketdi. 8 mingasi bo'lar ekan. Aktivlashamiz 960 ming bo'ldi. O, normalniy. 1200 yana 960 ming bo'ldi. Ha, bir marta 20% chegirma qo'yar ekan. Har bitta o'sganimizga 6400 gisi bo'ldi. Hop, yana bitta aktivlashtiramiz. 1200 aktivlashtiramiz. 960 mingdan ketdi. 5600 gisi qoldi. Yana bitta aktivlashtiramiz. 960 boya bilan besarpa ishlatib yordimda boya. O'sha alam qilyapti, oxiriga qoldirish kerak ekan. 4000 gisi endi Daljmoment 1200 dan ketadi. 1 million 200 dan ketadi Daljmoment. 3200 gisi qoldi. 2400 gisi. 1600 gisi. 800 gisi. Pulim ham 8 millionda to'xtadi. 8 gisi endi dana sop kelish kerak. Dana solamiz bo'lmasam Daljmoment. Xo'p, yana 250 rubl donat qildim. Yana bitta besplatni aylantirib o'ramiz. Bismillah deymiz. Gete 30 million pulim bo'lgan bo'lsa 22 million kirib ketdi. Ko'rdinglarmi? Kes ochishimni o'ziga. Tak hozir 90 ming so'mni ko'timga tiqdim. O'rtoqlar, arziydimi shu hozir? Bitta ko'z 20 million chiqadi deb o'ylayapman. Bu mashina qanday ekan shuni bilish kerak. O'rtoqlar, 800 gisiga sotib olamiz. Bismillah. 10 ming donat kirilgan. Endi bu yog'iga ko'tim yetmaydi meni. Bu yog'ini ochmayman. Boriga shukur ko'p Taycanni olib ketaveramiz. Qolganiga pulim ham qolmadi. Boshqasi ham qolmadi. Qolganlarga Hobart Kriliya, BMW MX-M3 lar ham turibdi ekan. Ham bilmadim, ular kerak emas lekin. Daljmoment mashinani ko'ramiz. Garajimga kirib olamiz. Hop, qani u? Porsche Taycan. Turbo, bir bala. Ko'rinishi normalniy ekan. Hop, mana. Bitta shu mashina uchun bitta narxini ko'raylik bitta. 16 millionlik mashina uchun 22 million pul va 90 ming so'm ketdi. Arziydimi? Yo'qmi? Bilmadim endi bunisi.